Köpünç dostlar, xoşan tayaqqa vaqtda qasqanda odutib pişirdim. Ben bugün bir qazanda pişip çıqıdan xoşan tayarlash usulunu ep geldim. Bunu tayarlash üçün aldı bilen bir qaçığa muvafiq miqdarda un tayarlab alamiz. Andan keyin onunğa azıraq sodani elleştirip, azıraq sumayı qushib qo'ydim. Onun keyinden bir qaçığa ilman suyunu tayyor qilib, bununğa xemitrush, andan keyin shakarni bir ikki qo'shiq selib eritib olamiz. Andan keyin xemini jug'urishga boshlab ketdim. Xemini bo'sh holatda jug'urib tayyor qilsak bo'ldi. Mana xeminimi jug'urib biraqur tayyor qilib oldim. Andan keyin xemini jug'urib bo'lgandan keyin buni ko'ptirish uchun o'rab ep qo'ydim. 40 minutdan 1 soatgacha ko'pib tayyor bo'ldi bu xamirimizmi. Xamir ko'pib tayyor bo'lsa, qiymasini tayyor qilay deb go'shtlarni ushshaq to'g'rab, men bugun ma uyda saykavus barkan, saykavusini to'g'rab qo'ydim. Qo'shimcha saykavtlardan ko'k qizil laza shoxullarni qo'shib tayyor qilib qo'ydim. Sizlar qaysi usulda tayyorlasanglar bo'laverdi. Ondan qiymini ta'minlantirib ep qo'ydim. Uning'ichilik ma xamirlarimni bu tayyor ketibdi. Buni bo'laqmantning xamirdek ushshaq holatda kesib chopishib qolmaslik uchun un sepib ep qo'ydim. Uning keyinden jildini mana shu bo'laqmantiniki jildistak cho'risini, nipiz o'tirisini qalin qilib qo'limdan echib xo'shangni tugishga boshlab ketdim. Xo'shangni biraqur tugib tayyor qilgandan keyin qozonga jiqroq yog' qo'shib oldim. Yog'ni qo'shib, yog' qizgandan keyin mana shu xo'shangni qozonga tizip sevaldım. Onun keyinden ast üstünü üyürüp her iki tarafını kızartıp pişirip taksik evaldım. Ondan keyin yağını yalpaqlab to'g'rab, qozonda azroq yog' qoldirib qo'yib, yağını qozonga tizip, onun keyinden xo'shangni tizib oldim. Xo'shangni üstiga tizsaqim bo'laverdi-ki, buni yog'dan zoli qilib o'tkazib olgan bo'lgandan keyin chopishmi qolmaydi-ki. Mana xo'shangnimi biraqur qozonga tizib olgandan keyin yerimchin etrafida qaynoq suvni qo'shib dumlab pishirish uchun o'tni bo'sh qilib qozonga sevatdim. Onun keyinden mana soatni to'shib xo'shanglarimizni pishib chiqdi. Shunchalik o'xshagan, yeyishlik, paxtdek yumshoq xo'shanglarimizni tayyor bo'lib ketdi. Men bu odatda qasqanda odutib bilan pishirib yeydim. Bugun ma usulda pishirib yegandim. Shunchalik o'xshab ketibdi. Mana balam bilan huzurlanib o'tirib yeb ketdik.